Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum hurmatli mo'min musulmonlar. Bugun siz bilan namoz o'qishni o'rganayotgan mo'min musulmonlarga namozning xatti-harakatlarini, o'qilish tartibini video ko'rinishda taqdim qilmoqchimiz. Marhamat qiling. Hammamizga ma'lumki, bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz farz qilingan. Shularning birinchisi bomdod namozi. Bomdod namozi 2 rakat sunnat va 2 rakat farzdan iborat. Hozir biz bomdod namozining 2 rakat sunnatini qanday o'qilishini ko'rib chiqamiz. Demak, namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi avvalambor komil tahorat qiladi. So'ngra pokiza, chiroyli kiyimlarini kiyib, avratlarini yopadi. Undan keyin esa pok joyga kelib, qiblaga yuzlanib turadi. Bu paytda oyoqlar orasidagi masofa 4 barmoq enlicha bo'ladi. Bundan semiz kishilarga yoki bir kasallik sababli uzri bor kishilar bundan kattaroq ochishi mumkin, lekin odatda shunchalik kattalikda bo'ladi. Bundan kichik ham qilib olmaydi, bundan katta ham ochib yubormaydi. Oyoqlar ham qiblaga qarab turgan bo'ladi. Bunaqasiga boshqa tomonlarga yo'nalgan bo'lmaydi, tashqariga yoki ichki tomonlarga yo'nalgan bo'lmaydi. To'g'riga qarab turadi. Undan keyin niyat qiladi. Niyatda qalbdan qaysi namozni o'qiyotganini o'tkazadi va tili bilan shuni talaffuz qiladi. Bomdod namozini sunnatiga shunday niyat qilamiz. Niyat qildim bomdod namozini 2 rakatlik sunnatini o'qishni. Niyat qilib bo'lgandan keyin 2 qo'lni quloq barobariga ko'tariladi, bosh barmoqlari quloq yumshog'iga tegadi va Allohu akbar deb takbiri tahrima aytiladi. Bu yerda qo'l kaftlari qiblaga qaragan bo'ladi. Ko'p ochilib ham ketmaydi, qo'l oralari yumilib ham turmaydi, o'z holida turadi. Yana bu yerda bir narsaga e'tibor berish kerak, harakat bilan takbir tahrima aytilishi uyg'unlikda bo'ladi. Ya'ni Allohu akbar deb qo'l bog'lanadi. Qo'l bog'lashda o'ng qo'lni chap qo'l ustiga qo'yiladi. Bosh barmoq va kichik barmoq halqa holatda turadi va kindik ostiga qo'yiladi. Qiyomda turganda nigoh sajda joyida bo'ladi. Keyin sano o'qiladi. Subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'oyruk. Undan keyin a'udhu va bismillah aytiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Keyin Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Fotiha surasini o'qib bo'lgandan keyin ichimizda amin deb qo'yamiz. Keyin Zam sura o'qiymiz. Zam sura degani Fotiha surasini izidan qo'shib o'qiladigan sura. Inna a'taynakal kawsar fasolli li robbika wanhar inna shani'aka huval abtar. Rukuga ketiladi. Allohu akbar deb ruku qilinadi. Ruku qilganda qo'llar, tizzalar bukilmasdan turadi. Bosh bilan orqa tekis turadi. Boshni ko'tarib ham yuborilmaydi va boshni pastga ham tushirib yuborilmaydi. Qo'l barmoqlari oralari ochiq bo'ladi. Tizza qopqog'ini changallagan holda. Ko'zlar oyoq barmoqlari uchida bo'ladi va 3 marta, kamida 3 marta Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deyiladi. Keyin esa Sami'allohu liman hamidah deb rukudan bosh ko'tariladi. Robbana lakal hamd deyiladi. Keyin esa Allohu akbar deb sajdaga ketiladi. Sajdaga ketishda birinchi yerga yaqin turgan a'zolar, ya'ni tizzalar yerga tushadi. Undan keyin qo'l, undan keyin yuz sajdaga qo'yiladi. Yuz ikkita qo'lning o'rtasiga qo'yiladi, bosh. Qo'llar barmog'i yumuq holatda bo'ladi, ochiq holatda bo'lmaydi va tirsaklar biqindan uzoqroq holatda bo'ladi. Son bilan qorin ham bir-biridan uzoq holatda bo'ladi
o'rtada bo'shliq bo'ladi. Sajda holatida ham 3 marta subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. Keyin Allohu akbar deb birinchi sajdadan turiladi. Turganda qo'llar tizza ustida, tizza barobarida, o'ng oyoq tik holatda, barmoqlar qayrilgan, qiblaga qarab turgan bo'ladi. Chap oyoq esa yotqizilgan bo'lib, uni ustiga o'tiriladi. Yana Allohu akbar deb ikkinchi sajdaga ketiladi. Subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la. Mana shu sajda holatida barmoqlar, orqa oyoq barmoqlari qayrilgan, qiblaga yo'nalib turadi. Sajda qilganda ularni ko'tarib yuborilmaydi. Allohu akbar. Ikkinchi rakatni bismillah bilan boshlaymiz. Fotiha surasi va Zam surani o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ركوع كتامس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Ikkinchi rakatda ikkinchi sajdadan bosh ko'targandan keyin bu holat qa'da deyiladi, namozning oxiri. Qo'llar tizza barobarida bo'ladi. Ko'z o'zini quchog'iga qaraydi. Mana shu chegaraga o'ng oyoq tik holda turadi, barmoqlar qiblaga yo'nalgan bo'ladi, chap oyoq yotqizilib ustiga o'tirgan bo'ladi. Keyin at-tahiyyat duosini o'qiydi. At-tahiyyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna va ala ibadillahis solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Undan keyin salovat o'qiladi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Keyin duo o'qiladi. Allohumma g'fir lana va livalidina va li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Undan keyin birinchi o'ng tomonga, keyin chap tomonga salom beriladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Salom berganda inson orqada turgan kishiga salom beruvchining yuzi ko'rinadi. Mana bu 2 rakatlik bomdod namozining sunnatini ko'rinishi edi. Bu biz ta'lim bo'lishi uchun ovoz chiqarib o'qidik. Shu o'qiganlarimiz hammasi ishda o'qiladi, ya'ni inson o'zi eshitadigan darajada o'qiydi. 2 rakat bomdod namozining sunnatidan keyin 2 rakat farz namozi o'qiladi. 2 rakat farz namozi ham xuddi shunday o'qiladi. Hech qanday o'zgarish yo'q, faqat niyatida farq qiladi. Uni niyati quyidagicha bo'ladi. Bomdod namozining 2 rakatlik farzini o'qishni niyat qildim deyiladi. Bomdod namozining 2 rakatlik farzini o'qishni niyat qildim. Allohu akbar. Subhanakallohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ana endi peshin namoziga keldik. Peshin namozi 4 rakat sunnat, 4 rakat farz va 2 rakat sunnatdan iborat. Hozir birinchi peshin namozi 4 rakat sunnati qanday o'qilishini o'rganamiz. Birinchi niyat qilamiz. Peshin namozining 4 rakatlik sunnatini o'qishni niyat qildim deb Allohu akbar takbir tahrima bilan namozga kiriladi. Avvalgi 2 rakatni xuddi bomdodda 2 rakatidek o'qiladi. 2 rakat tugagandan keyin o'tirish holatida At-tahiyotni o'qib bo'lgandan keyin turib ketiladi. At-tahiyotni o'qigandan keyin salovatlarga o'tmasdan Allohumma solli ala Muhammadinga o'tmasdan turiladi 3-rakatga. 3-rakatni bismillah o'qiydi.
alhamdu Fotiha surasini o'qiydi, undan keyin kichkina zam sura o'qiydi. Zam surani tugatgandan keyin ruku qiladi. Rukudan turgach, rukuni zikrlari Samiallohu liman hamidah, Robbana lakal hamd aytgandan keyin Allohu akbar deb sajda qiladi. Allohu akbar sajdadan turadi, tasbihlarni aytadi. Yana sajda qiladi Allohu akbar deb tasbihlarni aytadi. Allohu akbar deb endi 4-rakatga turadi. Hozir mana 3-rakatni tugatib 4-rakatga turdik. Yana bismillah aytiladi. Fotiha surasi, zam sura o'qiladi va undan keyin Allohu akbar rukuga ketiladi. Rukun tasbihini aytgandan keyin Samiallohu liman hamidah, Robbana lakal hamd. Yana sajdaga ketiladi. Allohu akbar. Sajda tasbihlari aytiladi. Allohu akbar birinchi sajdadan turiladi. Allohu akbar ikkinchi sajdaga boriladi. Tasbihlar aytiladi. Allohu akbar. Mana 4-rakatni o'tirishiga, qadasiga keldik. At-tahiyat duosi o'qiladi. At-tahiyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat. Undan keyin salovat o'qiladi. Allohumma solli ala Muhammadin oxirigacha o'qiladi. Keyin duolar o'qiladi. Robbana atina, Allohumma g'fir lana va livalidina oxirigacha o'qiladi va assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom berib tugatiladi. Mana bu peshin namozini 4 rakatlik sunnati. Peshin namozini 4 rakatlik farzi qanday o'qiladi? Xuddi 4 rakatlik sunnati kabi, faqat ikkita farqi bor. Birinchisi, niyati boshqa bo'ladi. Ya'ni peshin namozini 4 rakatlik farzini o'qishni niyat qildim, Allohu akbar deb niyat qiladi. Niyatda farq qiladi birinchi. Ikkinchi, peshin namozini farzida keyingi 3-4-rakatlarda zam sura qilinmaydi. Ya'ni faqat bismillah bilan Fotiha surasi o'qiladi. Izidan kichik sura qo'shilmaydi. 4 rakatlik sunnatini hammasida Fotihadan keyin kichik sura qo'shiladi. Farzida esa birinchi, ikkinchi rakatda Fotihadan keyin zam sura, kichik sura qo'shiladi. 3-4-rakatlarda esa qo'shilmaydi. Peshin namozining 2 rakatlik sunnati xuddi bomdod namozining sunnati kabi o'qiladi, faqat niyatida peshin namozini 2 rakatlik sunnatini o'qishni niyat qildim, Allohu akbar deb namozga kiradi. Asr namozi 4 rakatlik farz. Birinchi niyat qiladi. Asr namozini 4 rakatlik farzini o'qishni niyat qildim, Allohu akbar deb namozga kiradi. Xuddi peshin namozida ko'rsatganimiz kabi avval 2 rakatida zam sura qo'shib va keyingi 2 rakatida zam sura qo'shmasdan asr namozini tugatadi. Peshin namozi bilan asr namozi farzlari bir xil o'qiladi. Faqat niyat farq qiladi. Birida peshin namozini 4 rakatlik farzini o'qishni niyat qildim deydi, birida asr namozini 4 rakatlik farzini o'qishni niyat qildim deydi. Shom namozi 3 rakatlik farz. Biz hozirgacha 2 rakatlik va 4 rakatlik namozlarni o'qib ko'rdik. Endi 3 rakatlik namoz qanday o'qiladi? Shom namozini farziga niyat qilinadi. Shom namozini 3 rakatlik farzini o'qishni niyat qildim, Allohu akbar deb namozga kirasiz. Avvalgi 2 rakatni xuddi bomdodda 2 rakatidek o'qiladi. 2 rakat tugagandan keyin o'tirish holatida at-tahiyotni o'qib bo'lgandan keyin turib ketiladi. At-tahiyotni o'qigandan keyin salovatlarga o'tmasdan, Allohumma solli ala Muhammadinga o'tmasdan turiladi 3-rakatga. 3-rakatni bismillah o'qiydi. Fotiha surasini o'qiydi, lekin zam sura qo'shilmaydi. Kichik sura qo'shmaydi. Fotiha surasini o'qib bo'lishi bilanoq rukuga ketadi. Rukuni tasbihlarini aytadi. Samiallohu liman hamidah deb rukudan qaytadi. Robbana lakal hamd. Endi sajdaga ketiladi. Allohu akbar. Sajdadagi tasbihlar aytiladi. Allohu akbar sajdadan qaytadi, birinchi sajdadan. Allohu akbar ikkinchi sajdaga boradi. Sajda tasbihlarni aytadi. Allohu akbar. Mana bu 3-rakat tugadi. Shu yerda endi at-tahiyat duosi, salovat, Allohumma solli ala Muhammadin oxirigacha va duolar o'qilib, assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deb tugatiladi. Bu shom namozining 3 rakatlik farzi. Farz namozi. Endi shom namozini 2 rakatlik sunnati xuddi bomdod namozining 2 rakatlik sunnati kabi o'qiladi, faqat niyat
farq qiladi. Niyatda shom namozini 2 rakatlik sunnatini o'qishni niyat qildim. Allohu akbar deb namozga kiriladi va xuddi bomdod namozining sunnati kabi o'qib tugatiladi. Xufton namozi 4 rakatlik farz. Buni o'qib ko'rsatdik. Peshin va asr kabi o'qiladi u ham. Faqat niyat farq qiladi. Xufton namozini 4 rakatlik farzini o'qishni niyat qildim. Allohu akbar deb namoz kirilib 4 rakat o'qib tugatiladi. Keyin 2 rakat sunnati bor. 2 rakat sunnatida xuddi bomdodda 2 rakat sunnati kabi, faqat niyatida farq qiladi. Niyatda xufton namozini 2 rakatlik sunnatini o'qishni niyat qildim deyiladi. Oxirida vitr namozi bor. Vitr namozining hukmi vojib. Uni o'qish uchun birinchi niyat qilinadi. 3 rakatlik vitr namozini o'qishni niyat qildim. Allohu akbar deb namozga kirishasiz. Avvalgi 2 rakat xuddi bomdodda 2 rakat kabi o'qiladi. Avvalgi 2 rakatni tugatgandan keyin qa'daga o'tiriladi, avvalgi o'tirishga. U yerda at-tahiyat duosi o'qiladi. At-tahiyatu lillahi oxirigacha. Salovatga o'tmasdan 3-rakatga turiladi. 3-rakatga turgandan keyin bismillah aytiladi, Fotiha surasi o'qiladi, undan keyin Zam sura qo'shiladi, kichik suralardan biri. Masalan, Qul huvallohu ahad, Allohus somad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Zam sura, ya'ni kichik surani o'qib bo'lgandan keyin qo'llarni quloq barobariga ko'taramiz. Xuddi namozdagi kabi bosh barmoqlar quloq yumshog'iga tegadi. Allohu akbar deb qunut duosi o'qiladi. Qo'llar bog'lanadi va qunut duosi o'qiladi. Allohumma inna nasta'inuk va nastaghfiruk va nu'minu bik va natawakkalu alayk va nuthni alayka al-khayra kullahu nashkuruka va la nakfuruk nakhla'u va natruku man yafjuruk. Allohumma iyyaka na'budu va laka nusalli va nasjud va ilayka nas'a va nahfid narju rahmatak va nakhsha 'azabak inna 'azabaka bil kuffari mulhiq deb rukuga ketiladi. Ruku tasbihlarni aytgandan keyin Samiallohu liman hamida qaytiladi rukudan, Robbana lakal hamd aytib, Allohu akbar deb sajdaga ketiladi. Sajda tasbihlari aytilgandan keyin Allohu akbar sajdadan bosh ko'tariladi birinchisidan. Ikkinchi sajdaga ketiladi, Allohu akbar. Sajda tasbihlari aytilgandan keyin Allohu akbar bosh ko'tariladi. Oxirgi o'tirishda at-tahiyat duosi, salovat va duolar o'qib, assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deb tugatiladi. Hurmatli mo'min musulmonlar, mana biz imkon boricha namoz xatti-harakatlarini ko'rsatib berishga harakat qildik. Doimo namozlaringizni mukammal ado qilishga harakat qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.